Aynan sizda 100 million so'm pul bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqangi 2 xonali uyimizning egasi bo'lishingiz mumkin. Videomizga hozirdan bitta like tugmachasini bosib qo'yib, oxirigacha kuzating. Ko'rib turganingizdek, men katta xonasida turibman. Umumiy maydoni 43 kvadratni tashkil qilgan 2 xonali uyimiz sotuvda. Manzilimiz Termiz shahar Zolotoy bochkani yonida 5 qavatli pishig'ichdan qurilgan uylarning birinchi qavatida bo'lib turibdi. Ko'rib turganingizdek, men kattagina mehmonxonasida turibman. Aynan mehmonxonasida konditsionerlari bor, aziz obunachilar. Remonti yaxshi holatda saqlangan. Narxini sizlar uchun boshdan aytib o'tamiz. 355 million so'm deb baholandi. Aynan sizda 100 million so'm pul bo'ladigan bo'lsa, biz sizga ipotechnik qilib chiqarib beramiz. Bitta katta koridor ko'rib turganingizdek, kelishimiz bilan ikkinchi xonasi. Ikkita xonasining razmeri aziz obunachilar 3,5 ga 4,20 hisoblanadi. Shunda umumiy maydoni 43 kvadratni tashkil qiladi. Ikkinchi xonadan chiqishimiz bilan koridor va chap qo'limizda oshxonasi. Oshxonasida aynan avtomat kir mashinasigacha bor aziz obunachilar. Tezda shoshilib qolamiz. Bunaqa narx, bunaqa lokatsiya kamdan kam chiqishadi. Koridordan kelishimiz bilan chap qo'limizda bizda dushi bilan hojatxonasi birgalikda ko'rib turganingizdek yarmigacha kafillangan. Bu lokatsiyada gaz, suv, svet, kanalizatsiya aslo muammo yo'q. Tezda shoshilib qolamiz. Yangi uylardan bo'lyapti aziz obunachilar. Qolgan batafsil ma'lumot olish uchun hoziroq pastda ko'rsatilgan raqamlarga bog'laning.